NASCAR jamoasidan uzoq kutilgan skidka boshlandi. Cobalt mashinalar kurs kontrol multimedia knopkalari o'zimizdan o'rnatilgan programmalar ichida narxi 350 ming so'm, albatta podsvetkalari tablo bilan bir xil bo'ladi. Cobalt avtomobilga RS обрисовка 120 ming so'm zaminaga. Cobalt mashinalariga kompyuter orqali tablosiga suvdachi chiqarib berishning narxi 50 ming so'm. Nexus, Gentra, Spark, Cobalt avtomobillariga коробка motor prashka qilib berish, ya'ni suradigan qilib berish 150 ming so'm narxi. Malibu rulimiz $99, anatomiyasi $109. Do'konimiz tomonidan Lenovo Oliga originali 330 ming so'm videoregistrator. Hamda Tracker avtomobillarimizga Lexus yangicha dizayn обрисовкamiz 370 ming so'm. 3 ta oldin oynasiga sonzachcha tortib berish narxi 400 ming so'm. Oldin lavvo hamda 2 ta yon oyna. Sedan avtomobillarimizning 3 ta orqasini tonirovka tortib berish 150 ming so'm. 100% lik hamda 100% farqi yo'q. NASCAR jamoasining aktiv obunachilariga 200 ming shundoq berib yuboramiz. Like bosganlar orasidan 2 kishiga 50 ming so'mdan beramiz. Kommentariyaga eng ko'p do'stini bergan akalarimizga ularga 2 kishiga 50 ming so'mdan yutuqni beraveramiz. Skidka narxlarimiz NASCARga hamda NASCAR obuna bo'lgan homiylarga obuna bo'lgan obunachilarimizga amal qiladi. Boy avtomobillar soni cheklangan. Xudo xolasa ulgurasiz degan umiddaman. Zakazlarni 6-noyabrdan 15-noyabrgacha qabul qilamiz. Xudo xolasa 16dan start bo'ladi. Kelasi yigitlarimiz NASCAR jamoasi yigitlari akkurat ideal sifatli xizmatlar qilib beradi.